Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mavzuimiz, ya'ni Telegram ilovasi kanaliga a, post joylash, fayl yuborish, qabul qilish, Telegram kanal turish, Telegram ilovasi tanishamiz. Ya'ni bugungi mavzu juda ekstrem qurolli efektlar Telegram ham qo'llanma boradi. Birinchi bo'lib Telegram va ekosistemasi. Telegram nima uchun yaratilgan? Qisqacha ko'rib chiqamiz. Telegram dunyo bo'yicha eng xavfsiz messenjer, ya'ni insonlar bir-biri bilan gaplashish uchun ishlab chiqilgan eng zo'r messenjer hisoblanadi. Ya'ni tezlik va bulutli xotira, xavfsizlik va qulaylik. Ya'ni Telegram hamma ma'lumotlarni o'zini bulutli serverlarga saqlaydi. Bu degani kompyuteringiz xotirasi to'lib qolmaydi yoki telefondagi akkauntingizda kompyuterdan kirsangiz barcha yozishmalar va fayllar bir soniyada avtomatik sinxronizatsiya bo'ladi. Sinxronizatsiya degani a, telefoningizdagi akkauntingizdagi ma'lumot kompyuterda ham bir xil, ya'ni bir xil holatda ishlaydi, real vaqtda. Xavfsizlik va qulaylik. Katta hajmdagi fayllar va hujjatlar ustida ishlash kompyuterda desktop versiyada telefonga qaraganda 10 marta osonroq. Shifrlash nima orqali shaxsiy ma'lumotlaringiz himoya qilinadi. Dastur tez, qotmasdan va barqaror ishlaydi. Endi fayllar bilan professional ishlash. Ya'ni agar siz hajm cheklovi qancha gigabayt yoki megabaytgacha deydigan bo'lsangiz, ya'ni bepul foydalanuvchilar uchun har biri 2 gigabayt istalgan formatdagi fayllarni yuborishimiz mumkin. Lekin papkadan tashqari Telegram papkani qabul qilmaydi, lekin boshqa istalgan turdagi fayl formatida qo'llab-quvvatlaydi. Sifatni yo'qotmaslik, ya'ni rasm, videolarni fayl ko'rinishida, ya'ni send as file yuborganimizda fayl sifatida yo'qotish bo'lmaydi, sifati boy saqlanadi. Telegramda fayllarni Ctrl+C, Ctrl+V qilib yuborishim mumkin. Ya'ni bunda bizda faylni masalan drop qilish shunaqangi funksiyalar talab qilinmaydi. Yo bo'lmasa Ctrl+O tugmasi orqali faylimizni qidirib topib, belli joyda Telegramdan tanlab olishimiz ham farqi bo'lmaydi. Qisqacha nimamiz, ya'ni kanal va guruhlar boshqaruv. Minglab va millionlab auditoriya yig'ish, ularni ma'lumot yetkazish hamda jamoani boshqarish sanaladi. Ya'ni guruh va kanal asosiy farqlari: kanalda asosan bir tomonlama muloqot. Faqat adminlar yozadi, a'zolar o'qiydi. A'zolar soni cheklanmagan, millionlab bo'lishi mumkin. Asosan yangiliklar va bloglar uchun. Guruh bo'lsa ikki tomonlama muloqot, hamma yoza oladi, muhokama va suhbatlar uchun mo'ljallangan. Bitta guruhda maksimal 200 mingta a'zo qo'shish imkoniyati mavjud. Botlar bo'lsa kanal va guruhlarni avtomatik boshqarib beruvchi aqlli dasturlar, postlarni chiroyli qilish, xatolarni o'chirish yoki ma'lumot to'plash uchun ishlatiladi va boshqa vazifalari ham. Hozirgi kunda masalan biz ishlatadigan musiqa topib beruvchi botlar, Instagram, YouTube, TikTokdan video yuklab beradi. Shunga o'xshagan botlar bo'la oladi. Kanal yaratish, public va private. Public degani ya'ni ochiq kanal. Telegramda qidiruv bo'limiga kirganingizda maxsus user, ya'ni foydalanuvchi nomiga ega bo'ladi. Shu orqali istalgan odam qidiruv orqali topib o'sha kanalga kira oladi. Ya'ni ochiq bloglar uchun. Private ya'ni yopiq kanal qidiruvda chiqmaydi. Unga faqat maxsus yuborilgan taklif havolasi, invite link deyiladi. O'sha orqali kirish mumkin. Pulli darslar va yopiq zamonlar uchun mo'ljallangan. Sozlash: kanal ochgandan so'ng manage channel yoki kanal sozlamalari orqali rasm, avatar, qisqacha ma'lumot qo'yish va muhokama, discussion guruhlari ulash. Buni video davomida ko'rib chiqamiz. Kanalni kuchaytirish, ya'ni premium sotib olgan foydalanuvchilar kanalingizga boost qilishi mumkin, ya'ni ovoz berishi mumkin. Ya'ni bitta Telegram premium sotib olgan foydalanuvchi sizga 4 tagacha ovoz berishi mumkin. 4 ta ovoz sizga bitta level, ya'ni daraja ko'tarishga beradi. Va hozirda amaliy ko'rib chiqamiz. Kerakli ovozlar yig'ib, kanalning darajasi oshganda kanalga stories, hikoyalar, har xil daraja qanchalik baland bo'lsa, kanalda shuncha ko'p maxsus fonlar
va maxsus emojilardan foydalanish, kanalni statusida maxsus emojilardan foydalanish imkoniyatini beradi. Misol uchun, hozir bundan keyin ko'ramiz. Ya'ni jonli efirlar, ya'ni kanal guruhlarda auditoriya bilan jonli muloqot imkoniyatlari bor. Ya'ni bunda kanal egalari bemalol translyatsiya qilishlari mumkin. Bir vaqtda bir nechta odam qo'ng'iroq yoqib gaplashishi mumkin. Guruhlarda, kanallarda bo'lsa, masalan, suhbatlar, odamlar yo bo'lmasa o'zingiz trening darslaringizni va holatda o'tkazish. Planet streaming bor, ya'ni efirni hozir emas, balki ertaga yoki bir necha soatdan keyin, ma'lum bir vaqtdan keyinga rejalashtirish imkoniyati bor. Bunda a'zolarga taymer ko'rinib turadi, ya'ni teskari sana. O'sha masalan, ertaga 12:00 ga qo'yilgan bo'lsa, 12:00 gacha taymer teskarisiga sanaydi. Ya'ni vaqt kamayib boradi. Ekranni ulash va yozib olish. Masalan, siz streaming qilyapsiz qanaqadir foydali mavzu doirasida, sizda prezentatsiya matni bor. O'shani siz share qilishingiz kerak. Screen share imkoniyatidan foydalanasiz. Agar siz streamingizni yozib olmoqchi bo'lsangiz, start recording, ya'ni kanalda saqlash imkoniyati bor. Jonli videosi. Endi bizda guruhlarni boshqarish, admin huquqlari bor, ya'ni adminlar tayyorlash. Guruh katta bo'lsa, yordamchi adminlar qo'shish, ularga post ko'chirish, foydalanuvchi bloklash, ban yoki linklarni ko'chirish kabi maxsus huquqlar beriladi. Ruxsatlar, ya'ni permissionslar guruhda tartibsizlik bo'lmasligi uchun odatiy a'zolarga rasm video jo'natishni, gif yuborish, ya'ni gif animatsiyali videolar ovozsiz yoki umuman yozishni vaqtincha cheklab, o'chirib yoqish mumkin. Chatni qistirish, ya'ni pin deymiz qisqa aytganda, eng muhim e'lonlar, qoidalar yoki dars ssilkalarini guruhning eng yuqori qismida qistirib, pin message qo'yish orqali barcha kirganlarga ko'rinadigan. Telegram Premium imkoniyatlari. Ya'ni Telegram Premium imkoniyatlariga nima kiradi? Telegram Premium imkoniyatlariga bizda bir nechtasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 2 barobar katta xotira va tezlik. Ya'ni Telegramda yuqorida aytib o'tgandek 2 gigabaytgacha fayl yuborish mumkin. Agar biz 16.000 ga oylik obuna sotib oladigan bo'lsak, 4 gigabaytgacha fayllar yuborish mumkin. Ya'ni fayllarni yuklab olish tezligi ham oshadi, ham fayl yuborish limitimiz ham oshadi. Telegram Premium olganimizda ovozli matnga o'girish kimgadir qulay emas, kimgadir qulay bo'lishi mumkin. Ya'ni ovozli xabar kelsa, uni eshitolmay qolishi mumkin yoki eshitgani sharoiti bo'lmasligi mumkin. Bizga ya'ni speech to text, ya'ni matnni audioni matnga o'zgartirish bitta tugma orqali o'qib olish imkoniyati yaratildi. Ya'ni bunda siz audioni eshitmasdan turib, uni matn holatida ko'rishingiz. Status va reklamasiz papkalar, ya'ni kanallarda rasmiy reklamalar yo'qoladi. Ismingiz yonida yulduzcha yoki o'zingiz qo'ygan custom emoji turadi. Chatlarni tartiblash uchun papkalar soni 2 martagacha oshadi. Ya'ni bunday imkoniyatlar juda ham bitta asosiy premium taqqoslanmasi, ya'ni oddiy foydalanuvchi 2 gigabaytgacha fayl, maksimal 5 ta pin, ya'ni qistirilgan satlar, maksimal 10 ta papka, ovozli xabarni matnga o'girish yo'q, kanallarga ovoz berish boost imkoniyati bo'lmaydi. Telegram Premiumda bo'lsa 4 gigabaytgacha fayl, maksimal 10 ta qistirilgan satlar, ya'ni maksimal 20 ta papka, folderlar, ovozli xabarlarni matnga cheksiz, kanallarga ovoz berish 4 tagacha ovoz, ya'ni bitta premium sotib olganingizda 4 ta ovozni istalgan kanalga ko'chirish. Amaliy uy topshirig'i, ya'ni Telegram dasturida o'z nomingiz bilan public, ya'ni ommaviy kanal yarating va unga rasm, description qo'shing. O'sha kanalda bitta 100 megabaytdan katta video send as file qilib yuboring yoki 100 megabayt bo'lmasa ham istalgan hajmdagi videoda fayl holatiga borib ko'ring. Kanalda jonli efir streamni rejalashtiring, ya'ni playlist stream.
ma'lum bir vaqtdan keyin ekranni ulash, screen share shu imkoniyatlarni telefonda, noutbukingizda sinab ko'rib, Word fayliga natijalarni screenshot qilib saqlab, guruhga yuboramiz. Mana endi amaliy qismga o'tamiz. Sizlarga zo'r maslahatim Telegram Tips degan Telegram kanali bor, ya'ni Telegramda kanali. Barcha imkoniyatlar nima vazifa bajaradi, shularni gruppaga kanal orqali. Endi biz Telegramda kanal ochishni boshlaymiz. Misol uchun men kanal ochaman, bitta test degan bu kanal kompyuter soatxonlik o'qituvchilari video darsi tushundim. Ya'ni kompyuter soatxonlik video darsi. Buni yarataman. Bu yerda o'zi so'raydi public yoki yopiq. Manda kanalda linklari zayn etilganman. Shu hisobiga manda private channel chiqyapti. Ular public ochasizlar, ya'ni ommaviy kanal. Men yopiq va bu yerda tashabbus etaman. Odamlarni endi kanalni sozlashni boshlayman. Ya'ni kanalga kirganimizda mana bu yerda fayl yuborish bor. Ya'ni biz bu yerda rasm, video yuborishimiz mumkin. Bu yerda rasm, video yuborib turganimizda bu joyimizda, ya'ni rasm, videomizni kачество, ya'ni sifati kommentar qiladi, razmeri, ya'ni hajmi ham kichkinalashtiriladi avtomatik holatda. Biz shu yerdan rasm jo'natib ko'ramiz. Hop, bu yerda misol man mana bu rasm ko'ramiz. Bu yerda send as document bor, ya'ni sifatini ko'rsatmagan holat bor. Bu yerda bo'lsa hajmi kichkinalashtirilgan holatda. Bu yerda ham biz high quality ni tanlab qo'yadigan bo'lsak, yuqori hajmda mana bu yerda HD degan ikongacha paydo bo'lib qoladi. Yuqori formatda yuborish. Spoiler bilan yashirishim. Masalan, ma'lum bir kanal gruppaga xabar yuboryapsiz. Misol uchun deylik, qanaqadir qonuniy sahna bo'lishi boshqa ba'zi bir odamlarni sog'lig'i ko'tarmaydi. Shuning uchun oldindan tagiga ogohlantirib, ko'ngli bo'shlab ko'rmasin degan matn yozib qo'yishingiz mumkin, yo bo'lmasa boshqa maqsadda ishlatish, ya'ni yashirish. Bu kanal, guruh, shaxsiy chatlarda ham ishlaydi. Hamda kanal gruppalarda bitta imkoniyati bor. Ya'ni siz kanalga joylab turgan kontentingizni daromad keltiradigan qilish. Bu endi kanalingizni obunachilar soni ham kontentingizni qiziqligi, sifatligiga bog'liq. Narx degan narsa bor, ya'ni Telegramda ichki to'lov birligi bor, ya'ni Telegram Stars. Ya'ni siz qancha ko'p stars yig'sangiz, o'sha starsni Telegramni o'z valyutasiga almashtirish yo bo'lmasa Telegramni reklama xizmatlaridan foydalanishingiz bo'ladi, yo bo'lmasa Telegram Premium masalan, mani bitta post ko'rish bir Telegram Stars, ya'ni so'mda hisoblaydigan bo'lsa, so'm 120 so'm bo'ladi. Yo bo'lmasa ya'ni bu narxni belgilasam kanalingizdagi kontent va obunachilar soniga bog'liq bo'ladi. Hamda siz qo'yib turgan kontentingiz, ya'ni postingiz qancha starsga arziydi ham inobatga olish. Misol uchun sizda obunachi kam, lekin narxini qimmat 10, 20, 30 stars qiladigan bo'lsangiz, 5-6 ta odamni o'zi ko'rishi mumkin. Masalan, siz 1-2 stars beryapsizda, 1-2 ta stars bo'lganingiz bilan 100-200 ko'radigan bo'lsangiz, bundan ko'proq daromad hisobga olishimiz kerak. Bir stars postni yuboraman, yuborsam post yuborishda stars turadi. Adminga joylagan kontentda ko'rinadi. Masalan, men salom deyman. Salomni yuboryapman. Ya'ni kanalimizda yuborilyapti. Endi so'rovnoma o'tkazishim mumkin. Salom, kanal yoqyaptimi? Hop, so'roq qo'yaman. Bu yerga variantlar ha, yo'q. Bu yerda shaxsiy option
mumkin. Bu yerda davlatlar bo'yicha obunachini o'zi, ya'ni kanalingizga obunachi qiladi, o'zi javob bera oladi xolos. Obuna bo'lmagan odam beradi. Qayta javob berish, ya'ni "ha"ni bosib turib, qaytarib olib turib "yo'q"ni bosish imkoniyati bo'lsa bo'ladi. A, ya'ni bir vaqtda ikkalasiga javob berish ham shunaqangi imkoniyat bor. Ya'ni option bu yerda qo'shimcha fayl yoki qanaqadir rasm biriktirib create qilamiz. Masalan, "ha"ni bosgandan keyin retract ya'ni qaytarishimiz shundan qanchadir. Endi kanalimizda manage bo'limi bor. Mana bu yerda bitta narsa qolib ketibdi. Ya'ni bizda mana buni bosib qo'yadigan bo'lsak, ustida meni chizilgan bo'lsa, kanalingizdagi obunachilarga siz tashlagan post, xabarlar ovozsiz ketadi. Olib qo'yamiz. Kanalga ham siz ovozli xabar, video xabarlar borish, stiker, gif, ana endi manage live stream hamda more bo'limi bor. Bu yerda boost bo'limi bor, ya'ni kanalni boost qilganingizda sizga qanaqadir imkoniyatlar beradi. Live stream, ya'ni siz o'zingizni shaxsiy akkauntingizdan kirishingiz mumkin yoki kanal nomidan kirib jonli efir o'tkazirishingiz mumkin. Jonli efirda kompyuterda, ya'ni nomini o'zgartirishingiz mumkin, ya'ni birinchi efir deb nomlashingiz mumkin. Ya'ni bu yerda share screen bor, ya'ni ekraningizda bo'lishi. Share screen qilib, ya'ni mana bu quyidagi taqdim ko'rinyapti. Masalan, mana ushbu sahifa ham bu yerda ham sahifa. Bu yerda start recording qilsa, bizda audio yozib olinadi. Masalan, videoda ham yozib olish bo'lsa, mana bu holatda. Startni bosaman, qayerda yozib olib turilganini bilishimiz mumkin desa, yuqori qismda mana qizil chiqdi. Ya'ni qo'llab o'ynab turadi. Endi bu yozib olingan xabarimiz qayerga tushadi desa, stop sharing yoki mana shu streamni уже tugatishimizga bizga saved message yoki избранный saqlangan xabarlarga boradi. Endi tozalamalarda biz mikrofon, qurilmalar, telefonda kamerani tanlashimiz mumkin. Endi men hozir personal kompyuterda bo'lganim uchun video kamera bu yerda ko'rinmaydi. Bu yerda masalan mikrofon qurilmalarni tanlashimiz mumkin. Masalan, mikrofon MV7 ni tanlab bu yerdan tanlashimiz mumkin. Bu yerda bo'lsa kanal nomidan gapirishimiz mumkin. Bo'lmasa nimani ham o'zgartirishimiz imkoniyatlar keng berilgan. Masalan, men buni tanlab turib kanal nomidan gapirish. Endi live stream qilaman. Hop, live streamda mana bu yerda planet qilishimiz mumkin, ya'ni mana, ya'ni schedule degani bu kechiktirilgan live stream. Masalan, men 3-21:00 ga qo'yaman. Ya'ni 1 soat 16 minutdan keyin mani boshlashim. Ya'ni bu e'lonni kanalim yuqori qismida bu yerda avtomatik connect mana shu yerda ko'rinib turadi. Bu orqali ular bilan chat qilish mumkin. Buni bosadigan bo'lsak, отказ bo'ladi. Endi kanal sozlamasiga kelsak, bizda birinchi o'rinda orqali sozlagan public private yopiq. Bu yerda bu havola orqali yopiq kanalingizga obunachi taklif qilish mumkin, borish. Misol uchun test kanalni o'ziga tashlab qo'yish taklif. Bundan tashqari yangi obunachilarni tasdiqlab qabul tasdiqlaganingizdan keyin kanal, ya'ni ariza beradi siz qabul kanal. Ba'zida bo'lsa sizni kanalingizda ham ma'lumotlarni boshqa joyga ko'chira olmaydigan qilishingiz mumkin. Mana buni borib bo'lmaydi boshqa joyga. Endi men shuni hozir o'chiraman, ya'ni restrict saving content, ya'ni kontentni saqlab olish. Masalan, buni forward qilish imkoniyati. Men kanalimga boshqalar forward qilsam
yuqoridagida bo'lsa unaqangi bermaydi. Ya'ni istalgan kanalingizga xabarni boshqa yuborib bo'lmaydi. Discussion'ga add qilishimiz mumkin. Masalan, test qilib yaratishimiz mumkin. Buni qo'shadigan bo'lsa, bizda kommentariya qo'shiladi pastga. Ya'ni quyidagi kommentariya qo'shiladi. Hop, bizda endi direct messages bor, ya'ni sizga kanalingizga to'g'ridan-to'g'ri xabar qilishga imkoniyat beradi. Ya'ni kanal foydalanuvchisi a'zolari kimligingizni bilmagan holatda to'g'ridan-to'g'ri kanalda shaxsiy chatiga yozishi mumkin. Ham siz har bir foydalanuvchi bilan alohida gaplashasiz. Degan foydalanuvchiga bu narsani bepul qilishingiz bo'ladi. Masalan, bitta xabari sizga 10 stars, ya'ni xabar orqali siz 0.10% daromad olasiz. Uni qancha ko'tarsangiz, siz shuncha ko'p daromad olasiz. Masalan, 70 starsiz $1 daromad har bitta xabardan. Masalan, men bitta yoki ikkitaga ham rozi bo'ladigan bo'lsam, masalan, ikkita stars, ya'ni 0.3 sent. Ya'ni bu taxminan 400 atrofida. Ya'ni bu daromad. Buni yoqib qo'ysangiz bo'ladi, kanalda direct orqali daromad bo'ladi. Endi agar sizga biror kim boost qilsa, premium sotib olgan odam, kanalingiz postini rangini o'zgartirishingiz, replayga masalan arqa foniga ikonka qo'yish, shaxsiy arqa fon tanlashingiz mumkin. Masalan, men buni tanlasam, kanalim nimasi mana shu rasm bo'ladi. Tanlashingiz mumkin. Shunaqangi imkoniyati bor. Bundan tashqari kanalingizga ikonka, arqa foniga rang, ko'plab imkoniyatlar bor. Ikonka tanlashingiz mumkin. Masalan, men bu ikonka turishim profil logo arqa fonida. Kanalingizga masalan ikonka qo'yishingiz mumkin. Bo'lishi mumkin bu nima deydi? Galishkasiz bo'lishi shaxsiy ma'qul keladigan ikonkalar. Ya'ni ko'plab imkoniyati bunaqangi imkoniyatlardan foydalanishingiz misol uchun Telegramni mana bu nimasi ikonkasi, ya'ni kanalingizda mana shu Telegramni ikonkasi. Buni apply qiladigan bo'lsa, bizga levelimiz pastda qancha ko'p ovoz to'plasangiz, shuncha ko'p sizda imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ya'ni copy link qilib turib, siz kanalingizga post qilishlarini so'rab qolish mumkin. Post. Ya'ni bu yana bir imkoniyatga bitta sign messages, ya'ni kanalingizda nechta admin bo'lsa, ularning nomini kanalingiz pastiga yozib qo'ying. Hozir kanal nomidan yozyapman. Kanal nomida o'zim shaxsiy yozdim. Salom desam, post paydo. Ya'ni qaysi admin xabar yozgani, ya'ni avtomatik. Endi keyingisi bitta auto translate messages ham boost qilinganda ishlaydi. Ya'ni kanalingizni ma'lum tepada translate imkoniyati paydo bo'ladi. Bu yerda avtorlarda profil ko'rsatish qiladigan bo'lsa, kanalingizda avtor imkoniyati paydo bo'ladi. Salom deb yozsam, ma'lum shaxsiy endi keyingisi buni o'chirib qo'yamiz. Bu maxfiyligi uchun o'chib turgani yaxshi. Buni o'chirib qo'yaman. Hop, kanaldagi reaksiyalarni belgilash. Masalan, bitta post reaksiya yoqib bir bosh ham daromad. Taklif havolalari. Masalan, siz qanaqadir konkurs o'tkazadigan bo'lsangiz, har bittasiga qanaqadir nima belgilasangiz, ma'lum bir kungacha, ma'lum soatgacha odamga ishlaydi. Masalan, bu yerga ismini yozib qo'ysa bo'ladi. Masalan, Abbos. Yangi obunachilarni qabul qilishni
Buni yaratganimizdan keyin, ya'ni o'sha foydalanuvchimiz bemalol shu havola orqali obunachisi taklif ko'p foyda beradi. Endi administratorlar bor. Administrator bo'limida admin bo'lishi mumkin. Bu yerda bizda asosiy adminni huquqlari. Endi bizda obunachilar imkoniyatida yozilgan, ya'ni bloklangan yuzerlar bo'lishi mumkin. Oxirgi bajarilgan harakatlar hamda bizda birinchi bo'limda affiliate programs bor, ya'ni hamkorlik programma. Bu nima? Ya'ni siz ma'lum bir Telegram bot bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Qanaqadir mahsulot kanalingizga reklama qilib havolasini tashlaganingizda sizga 50% dan 100%gacha, masalan 80%, kamdan kam 100%, 5%dan 80%gacha daromad. Bu hamkorlik bir bir necha oilaga 6 oy, 7 oy shunaqangi farq bor. Endi bu yerda ba'zi bir muzlatilgan delete account mошенникdan siz bilmay holatda daromad qilaman deb mошенникlarni havolasini bor. Shuni hisobiga narsa qilmagan. Telegram kanalingizni obunachi soniga yetganda Telegram ana shu reklamadan qilgan daromadi foizni bu narsa avtomatik amalga shuning uchun unaqangi endi Telegram siz ishga topshiradigan bo'lsangiz, turli taraf beradigan iloji boricha Telegram profil bo'lmas. Profilda ism familiya qismi o'zingiz haqingizda ma'lum, masalan shaxsiy kanallar ularni qo'yganman. Qisqacha agar juda band bo'ladigan bo'lsangiz javob bera olmasam, band yozib qo'yadi. Web dasturchi tools, sun'iy intellekt va integrator yozib man premium olganimga bu yerdagi kanallar soni 150 tagacha, oddiy holatda esa 70. Keyin foydalanuvchi nomini qo'shib qo'ying Telegramga. Ba'zi bir odamlar bor, telefon nomerini yashirib qo'yadi, sozlanib. O'shanda telefon nomerida qo'shmoqchi bo'lsa, akkaunt Telegram ishlatmaydi degan xabar keladi. Shu hisobiga men maslahat beraman. Iloji boricha ism familiyadan username qo'yinglar. Username'da bitta sharti bor. Siz username'da bo'shliq ishlata olmaysiz. Username'ingizni boshida raqam kela olmaydi, oxirida kelishi mumkin. Iloji boricha username qisqa, sodda bo'lishi kerak. Masalan, bir xilliklar bor, username uchun narsiz yoki pastga chiziq ishlatadi. Masalan, har bitta harfni orasida username yoki tili i'ni o'rniga bir yozib ketadi. Ya'ni bu narsa kelajakda agar siz birorta kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunda sizni ish tajribangizga va sizni profilingizga ham e'tibor beradi. Ya'ni bu nimaga? Ish beruvchi sizni profilingizni yuritishingiz, profilingizni turishiga qarab ham baho berib, sizni ishga olish foizi oshishi ham mumkin, kamayishi ham mumkin. Iloji boricha profilda solid, yaxshi holatda bo'lishi kerak. Ya'ni ijobiy natija qoldirishi kerak ish beruvchi. Endi bizda Telegram premium sotib olsangiz, qanaqadir bo'lsa, bu yerda ochiq topib, ya'ni ularni berishingiz lokatsiyasini bunaqangi imkoniyatlar. Mana shu imkoniyatlardan maks kerak. Endi masalan aytganimizdek, kontrol va nimalardan foydalanish dedik. Telegram masalan
deylik. Mevalar haqida sayt. Mana shu notatsiyani faylni olaylik. O'sha ovqat. Mana Ctrl+C qilyapman. Telegramga o'taman. Ctrl+V qilsam mana faylim chiqyapti. Center document oddiy qoldi. Bu oddiy fayl qilib, endi buni fayl holatida yuboraman. Mana bunga qaraganda kattalashtirib buni kattalashtirgan bo'lsam, bunaqangi farqi ham yo'q. Bunda oq shu farqi bor. Iloji boricha kanalga birorta bitta bunday holatda, bitta bu holat. Ya'ni ishodni. Bu nima deydi? Manba fayl. Ishlatadigan odam qiladi, duo ham qo'yadi. Hamda xursand bo'ladi. Original faylni topish ancha qiyin-da. Mana bu nisbatan xira. Shu hisobga kanallaringiz boricha video muxbirlaringizdagi plyusda dastur tushmaganda GitHub profilga tushirib beraman. Web dizayner, grafik dizaynerlar ham Telegram kanalim yurtda zo'r bo'ladi. Misol uchun men o'zim kanalimda men o'zim narsalarni berib boraman. Misol uchun mana shular. Ya'ni tarixiy obidalar bo'yicha sayohat qilingan taqdimotni slaydlarni 100% asosida qilingan. Ozgina ma'lumot olingan, internetdan o'sha ma'lumotga qo'shimcha prompt, ya'ni sun'iy intellektga vazifa berilgan, o'sha asosida qilingan narsalar. Masalan, sun'iy intellektda qilingan reklama afishasi ham sun'iy intellektda qilingan. Bu yerda yana ham ya'ni sun'iy intellektda qilingan ham bizda qo'laniki ham hammasi masalan dizayn nimalari shulardan foydalanib nima qilsak bo'ladi. Misol uchun mavzu loyihalarini to'liq holatda kanalimga yuklab boraman. Shunaqangi holatda berib borsa ham kanalimga sun'iy intellektga qisqacha nimasini berib yozdiraman. Masalan, muallifni o'zim ketaman, Telegram takliflari yana tayyor bizga post yozib. Endi sizlarga namuna Telegram kanaliga orqali hamda ma'lum bir manba kanalingizga doimiy holatda post tayyorlamoqchi bo'lsangiz, o'sha manbadan olib ozgina tahrirlab, o'zgartirib kanalga joylab ko'rsatib beraman. Ya'ni bir necha daqiqa ichida sizni Telegram kanalingizga bitta tayyor post. Endi mani yo'nalishim dasturlash IT sohasiga post tayyorlab ko'rsatib beraman. Yuqoridagi postim dars jarayonida post edi. Endi bizga brauzer kerak bo'ladi. Brauzer kiramiz. Men ko'pincha Portda saytidan olaman. Portda news ya'ni Portda newsda Yandex работает и gadget. Ya'ni men shuni olmoqchi. Kopировать qilaman kartina. Ba'da men Gemini olaman. ChatGPTdan ko'ra Gemini to'g'ri ishlaydi. Nimaga? To'g'ridan to'g'ri Google bazasi boy hamda ko'p imkoniyatlari bor. Qaraganda. Hop, men shuni kopiya qilaman. Bitta narsa bor, to'g'ridan to'g'ri kopiya qilib turib, kanaliga tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, avtorlik huquqi qo'yasiz. Shunga avtorlik huquqini ko'rsatib ya'ni saytdan kim olgan. Hamma to'liq olaman. Kopiya qilib, ChatGPTga yozaman. Mana Telegramda deyman. Abdulloh blog degan Telegram kanalim uchun kreativ post qilib ber. Endi ruscha matn. Matnni
agar siz o'zbekchaga tarjima qilib qo'shimcha qiladigan bo'lsangiz, manba ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Agar to'g'ridan-to'g'ri ruschada tashabbus siz manbani ko'rsatish kerak bo'ladi. Manbani men endi ko'rsatib o'taman, o'zbekcha tarjima qilganim bilan sizlarga ko'rsatish kerak. Forpadadan men postda linkini olaman. Buni tashlaymanda endi post matnini tashlayman. Endi menga tayyor holatda post yozib beryapti. Chiroyli qilib men kopiya qilamanda Telegramga o'taman. Stavka qilaman. Mana bu holat ham avtomatik to'rtamon bor. Ya'ni kod, ya'ni ko'rsatmani o'zi beradi. Mana bunaqangi manbani tayyor bor Mavikga, ya'ni manzilga kiritib qo'ysa bo'ldi. Formulani mana buni ketamiz. O'shanda bizga ham foydali bo'ladi. Qolganlar yuqori qismida sun'iy intellekt yozib bergan tashlaymiz. Hop, buni Ctrl V qilamiz. Hop, degan boramiz. Masalan, hozircha oldi. Masalan, buni qo'yib turaman. Rasmini olaman. Kopировать qilaman. Shu rasmdan foydalanib kanal Vision kreativ post rasmi generatsiya qilib berdi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri rasmni ham ishlatib ketmayapman. Rasmga ishlov beryapman orqali. Ya'ni siz sun'iy intellekt ishlatib qanaqadir narsa yaratyapsiz, qanaqadir narsa tayyorladingiz. Siz o'sha nimani egasi hisoblanadi. Orqali yaratib. Hop, buni biz kopiya qilamiz. Kopiya qilib turib, post qo'shamiz. Ctrl V fotga tushyapti. Endi men bu saytdan olgan nimam qoldi. Edit qilamanda bu yerda rasmni almashtirish imkoniyati bor. Men Flickda tayyorlagan rasmni ulab olib turib, almashtirib qo'yish imkoniyati bor. Загрузка. All files ekan. Открыть qilaman. Save qilaman. Mana Yandex AI ya'ni Yandex Chromium, Yandex Drops, ya'ni naushnik reklamasi ketdi. Kanalim ham bor. Manbada Forpadan ko'rsatib ketgan. Ya'ni mana shu postni bemalol professional post deb bitta o'sha notlar ham bor. Bitta masalan bayam bosib qo'yishim post orqali daromad. Mana yuqorida aytdim. Ya'ni balansda o'sha to'plangan sari siz bemalol narsangiz bo'ladi. Hozircha menda 69% dollarda daromad qilgan ekan. Siz buni Telegramda reklamaga qilasiz. 1000 ta bo'lganda siz daromad. Bu yerda kim qoldirgan o'shalar ko'rish ham. Masalan, bu yerda aytganim ham bo'ladi. Masalan, siz bundan foyda qilib turib Telegramda fond valyutasida hozirgi grammga almashdi. Bunda chiqarib olish uchun yo bo'lmasa ana shu reklamaga sarflash kanalingizni rivojlantirib. Yo bo'lmasa mana shu to'plangan va ma'lum bir darajaga yetganda, ya'ni 1000 ta stars yetganda siz Telegram premium sotib olsangiz bo'ladi, yo bo'lmasa kanalingizda yutuqli Telegram starslar bunaqangi imkoniyatlar sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan nimalarimiz bir qismi shu edi. Keyin kanalga chiroyli описание yozishdan va kanalingiz biror bor bo'lganingizda chiroyli bo'lishi. Bundan tashqari biz yozib olgan video
saqlangan xabarlarga tushgan o'sha nimaniki audiosi turadi, videosi turadi. Man skrin to'liq yozib olmagan ko'rinmagan. Lekin video sathni boshidan siz oxirigacha hamma narsa bo'lishgan bunaqangi imkoniyatlari bor. Ulardan foydalanish kerak. Bu vazifani chiqarmaymiz. Bu vazifa ya'ni ommaviy Telegram kanal yaratish, unga rasm qo'shish. Telegramda ham unaqangi qiyin emas. Ya'ni hop test qilamiz. Test kanalga kiramizda, ya'ni kanalga rasm qo'shishingiz mana bu tayyor yuzen emoji qilishingiz mumkin yoki fayl qurib qanaqadir ko'rib xohlasangiz kameradan endi manda kompyuter masalan emoji qo'yishga orqasidan bo'ladi. Save qilamiz, saqlasak kanal rasmi shu holatda bo'ladi. E'tiborlaringizga rahmat.